Xo'p, probniy rejim haqida. Probniy rejim haqida cho'zib o'tirmayman, rosti. Bu juda qiyin mavzu, qoramoqchi ham emasman. Oson, sodda va tushunarli tilda sizlarga hozir gapirib beraman. Nimalar qildim va menda 10 mingta obunachi yig'ildi. Birinchi navbatda topga chiqqan va menga ko'p obunachi, ko'p prosmotr olib kelgan videolarni qaytib terib chiqishni boshladim. Hammasini yig'ib chiqdim va ichidagi tekstlarni, shriftlarni, ranglarini, ichidagi musiqalarni almashtirib qaytib joyladim. Boshidagi 3 sekundlik huklarni almashtirdim va qayta joylashni boshladim. Undan oldingi safar birinchi joylaganimda ham yaxshi prosmotr olganligi sababli probniyda ham yaxshi prosmotr oladi. Ayniqsa lead magnitli videolar bo'lsa, shunchaki hook qismini o'zgartirib bir necha marta joylasanglar bo'ladi. Ya'ni bir nechta hook kesib chiqib, qaytib joylasanglar bo'ladi. Hozircha probniy rejim bu narsaga band bermayapti. Oldin shunchaki kopiya qilib qaytib joylasak ham prosmotr olyotdi, hozir bunga band beryapti. Bu narsani qilishni tavsiya bermayman. Ikkinchi qilgan narsam, lead magnitli video yaratgandan keyin, ya'ni yangi lead magnet yaratganda men har doim hook qismini 3 ta qilaman. Ya'ni 3 ta hook yasab olamanda va bu menga 3 xil video bo'ladi. Va men uchalasini ham probniy rejimga joylayman. Shunda eng yaxshi prosmotr olganini asosiy profilga o'tkazaman va qolgan 2 ta hookim menga kamida 4x o'sishga yordam beradi. Ya'ni har biri ham ma'lum miqdorda prosmotr yig'adi va ma'lum miqdorda menga obunachi olib keladi. Sizlar ham lead magnet yaratganda 3 xil hook qilib qaytib joylashtirib ko'ringlar. Bu albatta effekt beradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, menga 10 mingta obunachini borlig'i 2 tagina video olib kelgan. Va ikkalasi ham lead magnetli video bo'lgan. Lead magnet o'zi nima degani? Lead magnet bu siz obuna bo'lish evaziga ma'lum bir manfaatli, ma'lum bir odamlarga foyda keltiradigan qo'llanma, qanaqadir darslik, xullas biron bir mushkulini oson qilib berasiz. Bu qanday ishlaydi? Bunaqa platformalar ko'p. Chatplace bor, men ishlatadigan. Chatplace'da osongina obunani tekshirish evaziga silka tashlab berish. Ya'ni u silkani siz qo'llanmangizni Telegramga yoki YouTube'ga yuklab qo'yasiz va uni silkasini Chatplace'ga joylab qo'yasiz. Avtomatik ravishda kimdir sizga misol izohlarda plus qoldirsa, avtomatik u odamni direktiga yozadi va obuna bo'lish evaziga qo'llanmani tashlab beradi. Bu ayni paytda birinchi 10 mingta obunachini yig'ish uchun eng oson yo'l, eng mukammal yo'l, eng samarali yo'l desa bo'ladi. Hammalarga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.